Bugungi mavzu barcha pensionerlar uchun juda muhim. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda. Ya'ni ko'pchilik yillar davomida yonida olib yurgan qog'oz yoki plastik ko'rinishdagi hujjat endi avvalgidek asosiy tasdiqlovchi hujjat bo'lib qolmasligi mumkin. Men bugun sizga bu nimani anglatadi? Pensiya olish to'xtab qoladimi yoki yo'qmi? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin? Barchasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari va qarindoshlariga ham kerak bo'ladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi yangiliklarni vaqtida bilish ko'p muammolarning oldini oladi. Avvallari pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun ko'pincha pensiya guvohnomasi so'ralardi. Masalan, odam dorixonaga chegirma olish uchun borsa, kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz masalasida murojaat qilsa, sanatoriyga yo'llanma rasmiylashtirsa, bankda ayrim xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsa yoki ijtimoiy yordamga ariza topshirsa, undan pensiya guvohnomasi ko'rsatish talab qilinardi. Ko'pchilik pensionerlar shu guvohnomani pasport bilan birga saqlab yurar edi. Ba'zilar hatto guvohnomam yo'qolsa, pensiyam ham to'xtab qoladimi deb xavotirga tushardi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Davlat idoralari pensioner haqidagi ma'lumotni qog'oz hujjatdan emas, elektron bazadan tekshirish kerak. Ya'ni shaxsning pensiya olishi, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, to'lov holati kabi ma'lumotlar tegishli axborot tizimlarida mavjud bo'ladi. Shuning uchun pensiya ahamiyati kamaymoqda. Bu pensiya bekor qilinadi degani emas. Bu pensionerlik maqomi endi ko'proq elektron bazalar orqali tasdiqlanadi degani. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiya to'lovi bekor bo'ladi degani emas. Odamning pensiya olish huquqi alohida masala. Guvohnoma esa shu huquqni ko'rsatib turuvchi hujjat edi. Agar sizga yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi qonuniy tayinlangan bo'lsa, guvohnoma shakli o'zgargani uchun pensiya o'z-o'zidan to'xtab qolmaydi. Pensiya tayinlash va to'lash bazadagi ma'lumotlar, ish staji, hujjatlar, yosh, nogironlik holati yoki boshqa qonuniy asoslar bo'yicha davom etadi. Oldingi tartibda pensioner ko'p joyda qo'lida guvohnoma bilan yurishga majbur bo'lardi. Masalan, 38 yosh otaxon avtobusda imtiyozli yurish huquqidan foydalanmoqchi bo'lsa, nazoratchi undan pensiya guvohnomasini so'rashi mumkin edi. Yoki 12 yoshli onaxon dorixonada chegirma haqida so'rasa, xodim guvohnomangiz bormi deb so'rardi. Agar guvohnoma uyda qolgan bo'lsa, odam o'z huquqidan foydalana olmasligi mumkin edi. Bu noqulaylik edi, chunki odamning pensioner ekanini faqat bitta qog'oz bilan isbotlashga to'g'ri kelardi. Yana bir muammo, guvohnoma yo'qolib qolsa, yirtilsa, eskirib qolsa yoki familiya o'zgargan bo'lsa, pensioner yana idoraga borib qayta rasmiylashtirishga majbur bo'lardi. Ayrim joylarda navbat kutish, ariza yozish, eski hujjatlarni ko'rsatish, ayrim ma'lumotlarni tekshirtirish kerak bo'lardi. Katta yoshdagi odam uchun bu oddiy ish emas. Ayniqsa tuman markazdan uzoqda yashaydiganlar uchun bitta guvohnoma masalasi ham transport xarajati, vaqt, sog'liq va asab degani. Hozirgi o'zgarishning ma'nosi shuki, davlat xizmatlari ko'proq elektron ma'lumot almashinuvi orqali ishlashi kerak. Masalan, siz biror ijtimoiy xizmatga murojaat qilsangiz, idora sizdan pensiya guvohnomangizni olib keling demasdan, sizning pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz orqali tizimdan pensionerlik holatingizni tekshirishi mumkin. Bu odamlarga yengillik berish kerak. Chunki hujjatni odam tashimaydi, ma'lumotni idoraning o'zi ko'radi. Lekin amaliyotda hamma joy birdaniga ideal ishlamaydi. Men shuni ham ochiq aytaman. Ayrim tashkilot xodimlari eski odat bo'yicha baribir guvohnoma so'rashi mumkin. Ba'zi hududlarda elektron tizim sekin ishlashi, ma'lumot yangilanmagan bo'lishi yoki xodim yangilikdan to'liq xabardor bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerlar va ularning yaqinlari nima qilishni oldindan bilib olishi kerak. Agar siz pensiyani bank kartangiz orqali yoki pochta orqali muntazam olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz har oy tushayotgan bo'lsa, sizning asosiy huquqingiz bazada bor degani. Guvohnoma bekor qilinishi yoki yangi shaklga o'tishi sizning har oylik pensiyangizni avtomatik ravishda to'xtatib qo'ymaydi. Masalan, siz 1 200 ming so'm yoshga doir pensiya olasiz. Har oy 5 sana atrofida kartangizga tushadi. Guvohnoma eski bo'lsa ham, yangi guvohnoma berilmasa ham, agar pensiya tayinlangan bo'lsa,
va to'lovda boshqa bo'lmasa pul tushishda davom etish kerak. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, masalan hujjatlaringizni topshirgansiz, lekin pensiya hali to'liq tayinlanmagan bo'lsa, siz ko'proq e'tiborli bo'lishingiz kerak. Chunki bu holatda gap guvohnomada emas. Pensiya tayinlash jarayonining o'zida bo'ladi. Ish staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasi, elektron mehnat faoliyati yozuvlari, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davrlari kabi ma'lumotlar tekshiriladi. Sizga guvohnoma endi kerak emas deyishlari mumkin, lekin pensiya tayinlanishi uchun asosiy hujjatlar baribir to'g'ri bo'lishi shart. Nogironlik pensiyasi oladiganlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki nogironlik pensiyasi yoki nafaqasida asosiy masala tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi nogironlik muddati va qayta ko'rik sanasi bilan bog'liq bo'ladi. Agar nogironlik muddati tugasa va qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu ham guvohnoma bekor qilingani uchun emas, balki nogironlik maqomi tasdiqlanishi kerak bo'lgani uchun yuz beradi. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi sifatida 950 ming so'm olayotgan bo'lsa, uning nogironlik muddati iyulda tugasa, u qayta ko'rikni vaqtida o'tishi kerak. Aks holda pensiya to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarda ham vaziyat alohida. Bu pensiya ko'pincha voyaga yetmagan bolalar, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talabalar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun tayinlanadi. Bu yerda guvohnoma emas, huquqni tasdiqlovchi holat muhim. Bola necha yoshda, talaba o'qishni davom ettiryaptimi, o'qish shakli kunduzgimi, oila a'zosining mehnatga layoqatsizligi tasdiqlanganmi? Agar talaba o'qishni tashlab ketgan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashaydigan yetim yoshli pensioner har oy 1 milliondir 2 ming so'm pensiya oladi. Uning eski pensiya guvohnomasi bor, lekin hujjatning chetlari yirtilgan, rasmi xiralashgan. U eshitadi, pensiya guvohnomasi bekor qilinyapti. Otaxon xavotirga tushadi va endi menga pul bermaydimi deb o'ylaydi. Aslida bu vaziyatda u pensiya oluvchi sifatida bazada turibdi. Agar pensiyasi kartaga tushayotgan bo'lsa, guvohnoma yirtilgani pensiyani to'xtatmaydi. Lekin u dorixona yoki boshqa xizmatda imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsa, pasport yoki ID karta bilan ma'lumotni elektron tekshirtirishni so'rashi kerak. Ikkinchi misol, 11 yoshli ayol pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirmoqchi. U ishlagan korxona 1990 yillarda yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida ayrim muhrlar tushunarsiz. U pensiya guvohnomasi haqidagi yangilikni eshitib, endi hujjat topshirmasam ham bo'ladimi? Hammasi avtomatik bo'ladimi deb o'ylashi mumkin. Yo'q, bunday emas. Guvohnomaning bekor qilinishi pensiyani avtomatik tayinlash degani emas. Pensiya tayinlash uchun staj va daromad ma'lumotlari aniqlanishi kerak. Agar elektron bazada hamma ish davrlari ko'rinmasa, arxivdan ma'lumotnoma olishga to'g'ri keladi. Bu yerda asosiy vazifa guvohnoma olish emas, pensiya huquqini to'liq tasdiqlash. Uchinchi misol, bir pensioner kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya so'rab mahallaga yoki tegishli idoraga murojaat qiladi. Xodim eski odat bilan pensiya guvohnomasini olib keling deydi. Pensionerning guvohnomasi yo'qolgan. Bunday vaziyatda odam vahima qilmasligi kerak. U pasport yoki ID kartasini ko'rsatib, pensionerlik holatini elektron tizim orqali tekshirishni so'rashi mumkin. Agar xodim baribir qog'oz talab qilsa, yozma ravishda qaysi normativ hujjat asosida aynan guvohnoma so'ralayotganini tushuntirishni so'rash mumkin. Bu janjal qilish degani emas, bu o'z huquqini tartibli himoya qilish degani. 4-misol, pensiya kartaga tushadi. Lekin pensioner uzoq vaqt bank kartasidan foydalanmagan, telefon raqami eskirgan, bank ilovasiga kira olmaydi. U guvohnoma bekor bo'lgani uchun pulim tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida. Plastik muddati tugaganida, SMS xabarnoma ulanmaganida yoki karta bloklanganida bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya tushmasa, birinchi navbatda sababni ajratish kerak. Pensiya jamg'armasi to'lov chiqarganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Hisob raqam to'g'rimi? Pochta orqali oluvchilar uchun yetkazib berish grafiki o'zgarmaganmi? Eng birinchi nozik jihat shuki, guvohnoma bekor qilindi degan xabarni ayrim odamlar noto'g'ri talqin qiladi. Kimdir endi pensioner ekanimni isbotlay olmayman deydi. Kimdir endi imtiyozlar ham bekor bo'ladi deb o'ylaydi. Bu fikrlarning hammasi ham to'g'ri emas.
imtiyoz alohida qonun yoki qaror bilan beriladi. Guvohnoma esa shu imtiyozga asos bo'ladigan maqomni tasdiqlovchi vositalardan biri edi. Agar imtiyozning o'zi bekor qilinmagan bo'lsa, faqat guvohnomaning shakli o'zgargani imtiyozni yo'q qilmaydi. Ikkinchi nozik jihat, hamma idora elektron bazaga bir xil darajada ulanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bir joyda pasport raqamingiz kiritilishi bilan pensioner ekaningiz ko'rinadi. Boshqa joyda esa xodim tizimdan foydalana olmaydi yoki ma'lumotni ko'rish vakolatiga ega emas. Shunda pensioner sarson bo'lib qolmasligi uchun yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya tushadigan bank hisobiga oid ma'lumot, zarur bo'lsa oxirgi pensiya to'lov haqida bankdan ma'lumot yoki SMS xabar bo'lgani foydali. Uchinchi nozik jihat, eski guvohnomani darhol tashlab yubormaslik kerak. Men tavsiya qilaman, agar sizda eski pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni uyda saqlang. Chunki ayrim jarayonlarda eski hujjat qo'shimcha dalil sifatida kerak bo'lishi mumkin. Masalan, arxiv ma'lumotlarni solishtirishda, eski imtiyozli xizmatdan foydalanishda yoki biror tashkilot hali ishki tartibini yangilamagan bo'lsa, eski guvohnoma vaqtincha yordam berishi mumkin. Lekin uni asosiy va yagona hujjat deb ham o'ylamaslik kerak. To'rtinchi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Yangilik chiqqan paytda ayrimlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, guvohnomangiz bekor bo'ldi, yangisini qilib beramiz, kartangiz raqamini ayting, SMS kodni ayting deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodni, bank kartaning to'liq ma'lumotlarini, PIN kodni yoki pasport nusxasini noma'lum odamlarga yubormang. Davlat idorasi sizdan telefon orqali bank kartangiz parolini so'ramaydi. Agar kimdir pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun hozir pul o'tkazing desa, bu shubhali holat. 5-nozik jihat. Pensiya miqdori guvohnoma bilan belgilanmaydi. Pensiya miqdori ish staji, hisoblangan ish haqi, qonunchilikdagi minimal miqdorlar, indeksatsiya, ustamalar va boshqa asoslar bilan belgilanadi. Demak, guvohnoma bekor bo'ldi degani pensiya miqdori kamayadi degani emas. Agar pensiyangiz avvalgidan kam tushsa, buning alohida sababi bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'lov ushlab qo'linayotgandir, bank komissiyasi masalasi bordir, qayta hisob kitob bo'lgandir yoki ma'lumotda xatolik bordir. Bunday holatda og'zaki gap bilan cheklanmasdan yozma tushuntirish so'rash kerak. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID kartangiz yaroqli bo'lishi kerak. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sana bo'yicha xatolik bo'lsa, bu keyinchalik turli tizimlarda muammo keltirib chiqaradi. Pensionerlik ma'lumoti elektron bazada bo'lsa ham, u sizning shaxsiy ma'lumotlaringizga bog'lanadi. Shuning uchun asosiy hujjat to'g'ri bo'lishi juda muhim. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovlaringizni tekshirib boring. Agar bank kartaga olsangiz, bankdan oxirgi tushumlarni ko'rib turing. Masalan, har oy odatda inson atrofida 1300 ming so'm tushsa, bir oy tushmay qolsa, kutib o'tirmang. Bankka yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Agar pochta orqali olsangiz, pochtachi yoki aloqa bo'limidan to'lov grafikini aniqlang. Muhimi, muammo guvohnomadami, bankdami, to'lov ro'yxatdami yoki boshqa sababdami? Shuni ajratish kerak. Uchinchi qadam, agar biror tashkilot sizdan pensiya guvohnomasi talab qilsa, muloyim, lekin qat'iy bo'ling. Men bunday deyishni tavsiya qilaman. Mening shaxsni tasdiqlovchi hujjatim bor. Iltimos, pensionerlik holatimni elektron tizim orqali tekshirib bering. Agar aynan pensiya guvohnomasi talab qilinayotgan bo'lsa, qaysi hujjat asosida talab qilinayotganini yozma tushuntirib bering. Bu gap ko'p hollarda vaziyatni to'g'ri yo'lga soladi. Chunki xodim ham masalaga jiddiyroq qaraydi. 4-qadam, eski pensiya guvohnomangiz bo'lsa, uni skaner qilib yoki telefon orqali aniq suratga olib qo'ying. Asl nusxasini uyda xavfsiz joyda saqlang. Uni kundalik yurishda yo'qotib qo'yish shart emas, ayniqsa endi ko'p joyda elektron tekshiruv ishlash kerak bo'lsa. Lekin hujjatning rasmiy yoki nusxasi ayrim vaziyatlarda ma'lumotlarni solishtirishga yordam beradi. 5-qadam, pensiyaga yaqinda chiqadiganlar oldindan tayyorlansin. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat, bola parvarishi, ta'lim davri, nogironlik hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Guvohnoma bekor qilinishi sizni hujjatlardan ozod qilmaydi. Aksincha, elektron tizimda xatolik chiqsa, qo'lingizdagi hujjatlar sizning huquqingizni himoya qiladi. 6-qadam, qarindoshlar pensionerlarga yordam bersin.
Ko'p katta yoshdagi odamlar elektron tizim, ID karta, SMS xabarnoma, bank ilovasi, onlayn navbat kabi narsalardan qiynaladi. Farzandlar va nevaralar kamida oyda bir marta ota-onasining pensiyasi tushgan-tushmaganini, bank kartasi ishlayotganini, telefon raqami faol ekanini, pasport muddati tugamaganini tekshirsa, katta muammolarning oldi olinadi. Bu yerda gap faqat pulda emas, odamning huquqini vaqtida himoya qilishda. 7-qadam. Muammo bo'lsa, og'zaki va'dalar bilan cheklanib qolmang. Agar sizga keyin keling, tizim ishlamayapti, guvohnomasi bo'lmaydi, pensiyangiz ko'rinmayapti deyishsa, ariza yozing. Arizada ismingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va talabingiz aniq ko'rsatiladi. Masalan, mening pensionerlik maqomimni elektron bazadan tekshirib berishingizni va pensiya to'lovim nega amalga oshmaganini yozma tushuntirishingizni so'rayman. Yozma murojaat bo'lsa, unga javob berish majburiyati ham bo'ladi. 8-qadam. May, Tonkuf, Uz kabi davlat xizmatlari portallaridan foydalanishni o'rganing yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ayrim ma'lumotnomalar, arizalar va tekshiruvlar elektron ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun birday oson emas, lekin vaqt o'tgan sari ko'p xizmatlar aynan elektron shaklga o'tadi. Shuning uchun pensionerning o'zi ishlata olmasa ham oilada bitta odam bu jarayonni bilib qo'ygani foydali. Agar siz pensiyani vaqtida olayotgan bo'lsangiz, shaxsiy hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, sizda katta xavotir uchun asos yo'q. Guvohnoma shaklining bekor qilinishi yoki elektron ma'lumotga o'tish sizning asosiy huquqingizni yo'q qilmaydi. Siz faqat yangilikdan xabardor bo'lib, kerakli vaziyatda to'g'ri gapirishni bilishingiz kerak. Agar pensiyangiz bir necha oy tushmay qolgan bo'lsa, yaqinda boshqa hududga ko'chgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nogironlik muddati tugash arafasida bo'lsa, pensiyaga endi hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, eski ish stajingiz elektron bazada ko'rinmayotgan bo'lsa yoki sizdan biror idora asossiz ravishda eski guvohnoma talab qilayotgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Bunday holatlarda hammasi o'zi hal bo'ladi deb kutish to'g'ri emas. Vaqtida murojaat qilsangiz, bir kunlik muammo bo'ladigan narsa oylar davom etadigan muammoga aylanmaydi. Yana bir muhim jihat. Pensioner vafot etgandan keyin ham uning guvohnomasi yoki kartasi bilan bog'liq noto'g'ri harakatlar bo'lmasligi kerak. Oila a'zolari bunday vaziyatda tegishli idoralarga xabar berishi, dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha tartibni so'rashi kerak. Marhumning pensiya kartasidan noqonuniy foydalanish, keyinchalik ortiqcha to'lovni qaytarish, huquqiy javobgarlik yoki oilaviy nizolarga olib kelishi mumkin. Bu guvohnoma masalasidan alohida, lekin pensiya tizimidagi juda muhim amaliy masala. Demak, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi haqidagi yangilikni to'g'ri tushunish kerak. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Bu pensionerlik maqomi qog'oz hujjatdan ko'ra ko'proq elektron bazalar orqali tasdiqlandi degani. Pensionerlar uchun asosiy vazifa pasport yoki ID kartani tartibda saqlash, pensiya tushumlarini kuzatish, eski guvohnomani tashlab yubormaslik, firibgarlarga aldanmaslik va muammo bo'lsa yozma murojaat qilish. Men sizga tavsiya qilaman. Bu gunoh ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki tanish pensionerlaringizga shu ma'lumotni tushuntiring. Ularning hujjatlari joyidami, pensiyasi vaqtida tushyaptimi, bank kartasi ishlayaptimi, shuni tekshirib qo'ying. Bitta oddiy tekshiruv keyinchalik katta sarsonlikning oldini olishi mumkin. Sizning hududingizda hali ham pensiya guvohnomasi talab qilinyaptimi yoki elektron tekshiruv ishlayaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham real holatlarni bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu yangilik har bir pensioner oilasiga bevosita tegishli.